95% mana shunday issiqlik sistemasi yo'q. Anomalda 24 gradus sovuqda ham mana shunga hech narsa yoqqanimiz yo'q. Tabiiy issiqlik orqasida mahsul mana yetishtiryapmiz. İşimiz asosan mana shu 2016-2017 yillardan boshlab rivojlanib boshladi. Ilgarilari bizlar oddiy bir g'ishtdan, oddiygina plyonkalar bilan yopib qo'ygan bo'lsak, hozir mana shunday zamonaviy issiqxonani tashkil qilganmiz. Bu endi termos usuli bor. Mana shunday agrovoloknalar bilan yopiladiki, maqsad mana shu sovuqdan saqlab qolish. Surxondaryo dehqonlari barcha yo'nalishda, sabzavot bo'ladimi, poliz bo'ladimi, hamma yo'nalishda boshqa viloyatlarga nisbatan 20 kun 1 oy ilgari yuradi. Sababi bizga Alloh bergan quyosh, mana shuning evaziga barcha viloyatlardan u kartoshka bo'ladimi, karam bo'ladimi, piyoz bo'ladimi, Surxondaryo viloyati 20 kun 1 oy oldin mana shu mahsulotlarni chiqarib beradi. Buni qanday biz yetishtiramiz? Birinchi navbatda taxminan 95% tomorqa yer egalarining tashkil etgan issiqxonalarda mana shunday issiqlik sistemasi yo'q. Issiqxona hozirgi kunda eng daromadli sohalardan biri bo'lib kelyapti. Bizda shunday отоплениyatsiz egamiz, har yil mana shunday daromad olyapmiz desak, hayron qilar edi. Ba'zi bir viloyatlardan dehqonlar hattoki Surxondaryoga kelib dehqonchilik qilishga qiziqish uyg'onyapti ularga. U yerda ko'p ko'mir yoki bo'lmasa gaz yoki tokni ishlatib mana shu issiqxonani yurgizib kelgan bo'lsa, hozirgi kunda men Surxondaryo sharoitini ko'rib, bu yerda masalan Xitoy usulida bo'ladimi yoki bo'lmasa bir necha qavat termos bilan qiladimi, hech qanday yoqilg'isiz ham ekin ekib daromad olish mumkin. Odamlarning ko'chatga bo'lgan talabi 2 barobarga oshdi. Tomorqasi bor odam kambag'al bo'lishi mumkin emas. Albatta bu rivojlanishda muhtaram prezidentimizning biz dehqonlarga qarata chiqarayotgan qarorlari, farmonlari bular bizga katta turtki bo'lgan. 65-70 million daromad qilganmiz shu anomal sovuqda. Qulupnay eksangiz endi undan ham ko'proq 300 ming, 400 ming, 200 ming kilo undan ko'proq daromad qiladi. Xarajati unday ko'p bo'lmaydi. Faqat buni qurish xarajati urug' oladi, ishlaydi, mehnat qiladi, tamom bo'ldi. Bu yerda iqlimi bo'lakda, bu yerda issiq yetarli qancha bo'lsa, atabilmas qilib tursa bo'ladi issiqxona. Aytaymi, anomalda 24 gradus sovuqda ham mana shunga hech narsa yoqqanimiz yo'q. Bu yerda 12 gektar yer maydoniga issiqxona qilingan. Salatni barri, rukola, shpinat, mangold, radicho, romano mahsulotlari yetishtiramiz. Hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasiga eksport qilyapmiz. Daromad endi 2 million, 3 million dollarlik investitsiya kirib keladi O'zbekistonga. Iqlimimiz issiqda. Tavsiya beraman, shu issiqxona sohasini Surxondaryo viloyatiga ko'paytirish kerak. Chunki iqlim mos. Tabiatan o'sha mana shu issiqxonaga mos o'lka desak ham bo'ladi. Tabiatdan o'zini issiqlik, tabiiy issiqlik orqasida mahsul mana yetishtiryapmiz. Kelajakda bu proyektimiz 1 yillik emas, ko'p yilga mo'ljallangan proyekt hisoblanadi.